Aka, boqma-boqani zo'rini olaman deb videolarni izlab yuribsizmi? Xudo xolasa mana shu videoni oxirigacha ko'ring. Sizlar uchun foydali va manfaatli paltarashga boqma-boqalarni zo'rlarni olib kelib qo'ydim. Assalomu alaykum, hurmatli Azamat Uz kanalining obunachilari. Bizni uzoq yaqindan va tasodifiy ravishda kuzatib borayotgan aka-uka, do'st birodarlarimiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, bugun biz sizlar bilan yana Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Langar Bobo qishlog'idamiz. O'zimizning kichkinagina molxonamizda turibmiz akalar. Xudo xolasa bugun sizlarga 9 ta mana bunaqa ichida germanskiy shvedlari ham bor akalar. Xudo xolasa o'zimizda mesni bo'lib qolaman degan aka-ukalarimiz uchun pul yengillardan ham bor. Videoni oxirigacha ko'ring. Xudo xolasa siz uchun foydali va manfaatli video bo'ladi akalar. Ozginagina vaqtingizni ajratib, mana shu videoni oxirigacha ko'ring. Xudo xolasa sizlar uchun zo'rlardan olib keldik akalar. Xo'p, bugun akalar 1-may akalar dushanba kunda ko'rishib turibmiz. Mana bu qon turishiga bitta bir e'tibor berasizlar akalar. Bu qoladi bugun chempionlari yetib kelgan. Bo'lmasam videoni cho'zmasdan akalar, videoni bir boshlagandan pulinglardan chiqarishni boshlaymiz akalar. Bu qoni kallasiga e'tibor berasizlar akalar. Kalla qismlariga, oldi qismlariga bitta e'tibor berasizlar akalar. Ko'ringlar. Xudo xolasa yem bor. Yemdi shunday desa bo'ladi, g'aribi. Yemdi g'aribi. Xudo xolasa bir kasadan kepayda yoki kunjorani berib tursalaring, baraka topadigan jarayonlardan akalar. Bo'ylari 1.15 chiqaradi. Aloqa eshitsizlaring, xudo xolasa qo'ldan sadaqa beradi. Xo'p, 1.15 bo'ylari narxiga keladigan bo'lsa akalar, narxi yengil. Xo'p, 17,5 million so'mga vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida xudo xolasa yetkazib beriladi akalar. Shoqqa yo'q ekan. Akalar, boshqa ekan, qizil ola ekan deb sizlarga 20 million narx aytilmaydi. Bizda xudo xolasa baribir bo'shatishga aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa 17,5 million so'mga ham chiroyli tarzda o'tib beriladi akalar. Yeb ichishi sog'lig'iga garantiyasi 1 haftagacha. Ko'rginglar o'qing. Hop, navbatdagi buqamizga o'tamiz akalar. Germanskiy shved olaman degan aka-ukalarimiz videoni kuzatib borsalaring, xudo xolasa germanskiy shved o'zimizda Messi o'qani narxida chiqarib beramiz akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Toza, mana shoqi yo'q akalar. Umuman chiqmaydi. Go'sht bo'lyapti shoqi ham. Qo'ylar, tumshuq qismlariga ham bitta e'tibor berasizlar akalar. Eng ortlariga ham bitta e'tibor berasizlar. Xudo xolasa. Mana tuyoqlarga ham bitta e'tibor berasizlar. Tuyoq qismlari ham dumdum olab. Uni oyoqda qaranglar, tekisligi, tekis tepagacha va shunday chiqib xolasa boryapti. Orqa qismlari ham bir qator kuzatib o'tamiz akalar. Orqa garbon qismlari ham o'ta go'zal bo'lgan. Xudo xolasa bugun o'zimizda Messi bo'lgan pulda chiqazib beramiz aloqaga chiqsizlar akalar. Mana bu qoni nima bo'ladi? İşte to'g'riga e'tibor beringlar-da, hurmatli obunachilar. Diqqatga. Xo'p, akalar, bo'lmasam narxi. Asosiy gap narxida. Akalar, bo'ylari 1.17, 1.18 chiqaryapti. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida hop yetkazib berish bizni bo'ynimizga tog'dagi kelishilgan narxlarda 22 million so'mga vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida yetkazib berilaveradi akalar. Tutyapti mana shu yerda ozgina. To'g'risi, gap ishga sal xalaq beryapti. 22 million so'mga vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida ketaveradi. Januarda o'ta go'zal. Xo'p akalar, navbatdagi buqamizga o'tamiz. Navbatdagi buqamiz akalar o'tgan safargi partiyamizga qo'ygan buqamiz akalar. O'tgan safargi partiyamizda mana shu bitta dona buqamiz qoldi, xudo xolasa. Buni o'tgan safargidan arzon qilib berishga harakat qilamiz. Sizlar uchun hurmatli obunachilar, hammasi sizlar uchun. O'tgan safar 20,5 million so'm chiqazgan edik. Buqani qaranglar, kavshanib turishiga. Sog'lom buqa mana shunday kavshanib, og'izdan saqishlari bilan turadi. Endi mol boqayotgan aka-ukalarimizga bu narsani umuman o'rgatishimiz kerak yo'q akalar. Mana yelkalarini ham qaranglar. Ko'ringlarmi yelkalasini. Xudo xolasa bizga mollar kelaveradi, sizlarga arzonlardan qilib berishga harakat qilamiz, hurmatli obunachilar. Bo'ylari 1.17, 1.18 chiqaveradi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 20 million so'm, 20,5 million so'm chiqazgandek akalar. 20 million so'mga vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida yetkazib beriladi. Aloqa eshitsizlar, xudo xolasa. 20 million so'mga o'tib beradigan aka-ukalarimizdan telefon qilishlari mumkin. Yo'q akalar, 20 million so'm bo'lishi narx, o'tib berilmaydigan narx. O'zi o'tgan safargi partiyada 20,5 million so'm chiqazgandik. 20,5 million so'mga, 20 million so'mga akalar xudo xolasa yetkazib beriladi. Bitta yaxshi dehqon akamiz olaman degan aka-ukalarimiz. Xo'p akalar, navbatdagi buqaga o'tamiz.
Buni qaranglar, go'zalligini hurmatli obunachilar. Mon qayerda? Mana shuni o'ylashlar mumkin akalar. Yosh ekan, yaxshi. O'sarman buqa ekan deyishlari mumkin akalar. O'sarman buqa akalar. O'sarman buqa. Lekin kuragi bor akalar. O'sarman buqa. Kallalarni qaranglar buni. O'zidan o'zimon xohlasa to'lib yem ber degan jarayonlardan kelgan akalar. Kalla qismlari. Xudo xolasa mana shu korpusga akalar. Mana shu sal ora-o'rog'i, lekin mana shu korpusga hop, nasa bo'ladi. Kunga yemdan bosib 2 nafar berib tursalar ham buqa, xudo xolasa 3 oy mobaynida 25 million so'mlik buqa bo'ladi. Hop, Azamat uz aytgan ekan deb o'ylaysizlar akalar. Aytgan mana shu 25 million so'mga deb o'zlaring aytasizlar akalar. Hop, narxi akalar. Bo'ylari 1.25, narxi 20 million so'm. Vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida. Bunaqa arzon narxlar boshqa joylarda bo'lmaydi akalar. Orqa qismlarni ko'ringlar. 1.25 bo'ylari akalar 20 million so'mga ketaveradi vodiy bo'ylab. Navbatdagi shved buqamizga o'tamiz akalar. Shved buqa olaman, zo'rini olaman. Bittadan laylarni bosib, qo'llab-quvvatlayman degan ko'kalaman uchun. Xudo xolasa. Orqa qismlari ham o'ta go'zal buqa, xudo xolasa. Yaxshi ko'ring. Kallalarga ham novoz keldi. Akalar buni narxini xudo xolasa 22,5 million so'mga vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida ketaveradi. Hurmatli obunachilar. 22,5 million so'mga akalar. To'g'risi ozgina bilsa bo'ladi. Shu videolarda gapirayotgan ozgina so'zim boshqacha bo'lib ketyapti. Uzr, ma'zur tasta degan umiddamiz akalar. Hop, o'zimizning mesni buqa olaman, pul yengilni olaman degan aka-ukalarimiz uchun xudo xolasa pul yengil narxda. Xo'sh, akalar, bitta yaxshi ko'chat buqani pulga berilar akalar. Ko'ringlar. Orqa qismlarni. Xudo xolasa yemga tayyor buqa. Bo'ynlari ham o'ta go'zal turibdi. Xo'sh. Akalar, ko'rib bo'lgan bo'lsalaring, narxi 22 million so'mga vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida xudo xolasa yetkazib beriladi. Bexerish bo'lmaydi akalar, telefon qilgan aka-ukalarimiz uchun xudo xolasa chiroyli qilib o'tib beriladi akalar. Hop, navbatdagi chorniy pyostra degan Chorniy pyostra ishqibozlar uchun. Chorniy pyostra olaman, bola buqa olaman, yaxshisidan olaman. O'zimning mesni buqani pulida olaman degan aka-ukalarimiz uchun, aka-ukalarimiz uchun xudo xolasa buqani o'ta injiga ko'yilgan. O'zimiz bugun video syomkani qilyapmiz akalar. Iloji boricha sizlarga yordam berishga harakat qilyapmiz. Tuyoq qismlariga ham bitta e'tibor berasizlar buqani. Ullari ham pushti. Oyoq qo'li o'ta uzun. Akalar ko'ring. Kallalari ham o'ta go'zal. Xudo xolasa. Xo'p, buni narxi akalar 22 million so'mga bu ham ketaveradi. Vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida. Chorniy pyos ishqibozlar uchun. Bo'ylari 1.20 Hop, navbatdagi semental buqa olaman degan ko'klarimiz. Videoni like bosib shaytiga qo'llab-quvvatlab turing. Xudo xolasa akalar, buni narxini 30 million, 35 million chiqarib yurilgan buqalarda akalar. Xudo xolasa sizlarga narxini iloji boricha arzon qilib berishga harakat qilamiz akalar. Orqa qismlariga ham bitta e'tibor berasizlar. Buqa pachga 4 so'm xudo xolasa. Obunachilarimiz uchun xudo xolasa bitta so'radan top qo'ydim. Aka, siz uchun video. Akalar, bo'ylari 1.20 ya olaverasizlar, 1.20 plyuslar ham chiqyapti akalar. Hop, narxi 6 million so'mga vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida ketaveradi. Mana shunaqa go'zal buqa akalar. Hop, navbatdagi buqamizga o'tamiz akalar. O'zimizning mesni buqa olaman degan aka-ukalarimiz uchun to'g'risi yaxshi holatdagi variantdagi buqa akalar. Yemga tayyor, yaltillab qolgan akalar. Hop, bo'yin qismlariga ham bitta e'tibor berasizlar akalar. Bo'ynlari ham o'ta go'zal. Tuyoqlariga bitta e'tibor berasizlar akalar. Ko'ringlar. Hop, videoda ko'rinmayotgan bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqsalaring. Hop, alohida ham o'zlarining chiroyli video syomkalarini qilib beriladi akalar. Narxi 22,5 million so'mga vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida ketaveradi. Xudo xolasa aloqaga chiqqan insonga beferish bo'lmaydi, chiroyli qilib o'tib beriladi akalar. Xo'p, akalar, mollarni ko'rdilaring. Xudo xolasa mollarda endi optimaga qo'yilgan akalar. Optimaga bitta narx aytiladi. Bunaqa narx umuman hech qayerda bo'lmaydi akalar. Xo'p, akalar, eng kichkinasi 1.15 shunaqa atrofda chiqyapti akalar. Qolgani hammasi 1.20, 1.17, 1.18, 1.25 degan borda akalar. Xo'p, narxiga kiradigan bo'lsak,
Narxi 21 million 400 ming so'mdan mana shunaqa buqalar ham ketaveradi aka. 21 million 400 ming so'mdan. 21 million 400 ming so'mdan aka. 21 million 400 ming so'mdan. Ketaveradi aka mana. 21 million 400 ming so'mdan mana shunaqa ketaveradi akalar. 22 million so'm chiqadigan germanskiy shvedimiz ham aka. Bitta mana shu buqamiz bor. Bu ham xudo xolasa, buni kelajagini hech kim bilmaydi aka. Mana shunday boqsalaring kerak bo'lsa, ashlardan o'tib ketadi ekan. Xo'p, aloqaga chiqaverasizlar. Bugun biz sizlarni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Langar bobo qishlog'ida bo'ldik ekan. Bittadan like deb bosib qo'llab turing, xudo xolasa, bizning kanalimiz rivojlanadi.